شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz ilgirki darsimizda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qibla o'zgartishida ahli kitobdan duch kelgan gap so'zlar musulmonlar bilan ahli kitob bu fursatni, qibla o'zgartish fursatini tutib musulmonlar qilgan hujumlaridan keyin qibla o'zgartish haqida, yana Baytul Muqaddasdan Ka'baga o'zgarish haqida oyat davom qiladi. Bugun suramizningki 144-oyatda Allah subhanahu va taolo bu haqda deydi. Estaizu billah. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama' فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hitap qilib, biz sening yuzingning osmon tarafga yuzlanganini ko'rdik, yani ko'ryapmiz. Rasululloh davom qiblaningki Ka'ba tarafga bo'lishini istab Allah subhanahu wa ta'aladan duo qilib tilaydigan shaklda osmonga. Chunki diniy ishlardagi umumiy buyruq hammasi vahiy bilan keladigan bo'lg'achqa ta'limot vahiyning keladigan joyi osmon tarafdan bo'lg'achqa Rasululloh vahiy sig'ingan bir ishni umid qilgan vaqtda osmon tarafga qaraydigan bir xil ahvol ifodalanyapti. Falanuwalliyannaka qiblatan tarda. Biz seni sen rozi bo'ladigan qiblaga qaratamiz. Sen yuzingni Masjidil Harom tarafga qarat. Nada bo'lsanglar yuzinglarni Masjidil Harom tarafga qaratinglar. Shu yerga yuzlaninglar. Kitap berilgan kishilar buning Robbi tarafdan haqiqat ekanligini biladi. Alloh uni qilayotgan ishdan g'ofil emas. Endi oyati karimada, oyati karimaning 5-yildan Alloh subhanahu va taolo arab tilidagi qad degan ta'kidlash uchun keladigan vositani qo'llandi. Undan keyin hozirgi izchil zamonni ifodalaydigan nara degan fe'lni qo'llandi. Bu ikkisi birlashgan vaqtida bizga Rasulullah'ningki uzluksiz, davomliq, har doim Ka'baning, qiblaning Baytul Muqaddasdan Ka'baga o'zgarishiga bo'lgan bir xil istikini. Shu nuqtadan Alloh subhanahu va taolo bir ta'limot, buyruq, vahiy tushiramiki degan umidda osmon tarafga pat-pat qarab yuzlanib turadiganligini tasvirlayapti bu oyatda. Mushu ikki xil ifodadan shu chiqyapti. Ya'ni Rasululloh amaliyotda Ka'baga yuzini yaxshi ko'radi, chunki har odamning bir yaxshi ko'rishi va ichki hissiyoti va hissiyoti nuqtasini aytgan vaqtda Rasulullohning Ka'baga qarag'usi va Allah subhanahu va taolo Rasululloh bu yerda shuni bildiryapti. Nima? Ya'ni o'ziningki hurmatlik Karim Rasulining osmonga davomli qarayotganligini o'zi bilganligini. Ya'ni shuni Rasulullohga bildirib, sen mashta qilyapsa, aytyapsa, ya'ni sening mashta qilg'ing bor deb kelib oxirisida Payg'ambar alayhisolamningki o'zi rozi bo'lgan, yaxshi ko'rgan, so'ygan qilg'isi va qarg'usi va Ka'baga qaratishga Rasulullohga nima berdi? Ijozat berdi, shuni buyurdi. Endi bunda deganlikdan Payg'ambar alayhisolatu vasallam Baytul Muqaddasga qarashga rozi emasmidi degan bir uqum chiqdi bu yerda. Biz deymizki unda emas.
Bu yerdagi rozilik hukmi ichki yurakning tigidagi hissiyotga bog'langan bir masala. Aql so'ygusini, aql muhabbati, hissiyot muhabbati deydigan bir ikki narsa bo'ladi. Masalan, men bir ishlarni qilma. Bu ishlarni aqliy jihatidan to'g'ri mush ishim deb qarag'achqa qilma. Vaziyat shuni talab qilayotqachqa qilma, ammo mening ichki hissiyotimni o'ylagan vaqtda boshqasini qilg'im bor. Bu ikkisi zid emas biz-biriga. Masalan, Payg'ambar alayhisolatu vasallamga buyruq keldi, Baytul Muqaddasga qara deb. Rasululloh buyruqlarni suyib urullaydi, vujudidan chiqib urullaydi. Lekin Rasulullohning ko'nglida Ka'baga qarasam-chu deydigan bir hissiyat bor. Mana buning o'zi ikki xil hukm. Birisi kelgan buyruqqa amal qilib turib bir ishni qilish, o'zini shu shaklda yaxshi ko'rib qilish, yana birisi o'zining ko'nglidagi hissiyoti, ichki tuyg'usining orqasidagi muhabbat. Rasulullah'ninki bu yerdami bir xil itoatchanligi, Rasulullah'ning itoatchanligi. Hatta o'zining yaxshi ko'rgani bu tursa, ko'nglidan qig'isuasi bu tursa, osmondan kelgan vahiy bu yoqqa qaradi kechga Baytul Muqaddas qarayotganligini ifodalaydi. Bu yerda qandaqdir Rasulullah'ninki Baytul Muqaddasga qarashga roziligi yo'qdi. Ya unda emas. Allah subhanahu va taolo buyurdi Baytul Muqaddasga qara deb. Payg'ambar alayhisolatu vasallam buni bijon dillan o'rinladi, Baytul Muqaddasga qaradi. Allohning taklifi, buyruq, vazifasi so'g'achqa shu nuqtada turib, suyib turib qildi. Ko'nglining tigidagi hissiyoti nimaga? Ka'baga. Oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo Rasulullohga javob berib davatidiki, sen ichingda qarag'ingwa, ko'nglingdan tatadigan qarag'ingwa shu Ka'baga biz seni qaratamiz. Shu yerga qara. Rasululloh bunga talpingan. Mashta bo'lsa ekan deb. Agar Rasululloh dunyodan ketkicha Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamni Ka'baga qarashga buyurmagan bo'lsa, Baytul Muqaddasga qarashga buyruq amaldan qolmay shu paytda mengivergan bo'lsa, Rasululloh ikkilanmasdan u ishdan qilchilik keyniga chekinmasdan ashta qildiganligi bu aniq. Ammo ko'ngilning tigidagi haqiqiy odat biz Uyg'ur tilida ko'nglimning tigida deymiz ya, o'sha xil shakldagi muhabbat Ka'ba. Ammo buyruq, vazifa ustiga tushgan vazifa nuqtasidagi muhabbat Baytul Muqaddas. Oyat Alloh subhanahu va taolo favalli wajhaka shatral masjidil haram. Bu yerdagi vajh arab tilida yuzni ko'rsatadi. Sening yuzingni deymiz. Ama yüzden maksat mı? Bütün bedenini görürüz. Yani insanın adeti biz Uygur tilini şunu işletimiz ya. Yüzünüzü bir küreyemem. Hiç yüzlerini kömüdüm diyen gap. Hiç küreşmedik. Neç günden biri size yukap kettiler. Diye ifadaleydi. Bu adette yüz insanga vekillik kılıdığan bir simol karakterlik bir a'za. Şunlar bir yüz kullanılan. Andinkin şatr deb bir ibaret var. Şatral mescidil haram deb. Yani kıble Ka'baning o'zi emas, balki Ka'baning tarafi. Biz agar o'ziga deb qolgan bo'lsa, ishimiz chatoq. O'qiyotgan har bir namozimizni, hamda bugungi kunda o'laqa GPS bag'o o'rin belgilash sistemasi. U endi chiqdi. Shu 1400 yildan buyon bir yerda masjid salmoqchi bo'lsa, bir uyda namoz o'qimoqchi bo'lsa, qiblani o'dlash bir mushkul mumkin bo'lmaydi endi. Ama ayette bizge Ka'baga qara demedi. Belki Masjidil Haram Ka'ba tarafga. Yani bizning mushu oldi yüzümüz, oldi tarafimiz Ka'ba tarafga qarasa, andaq yakmanda qolib qolsa hech kim bo'lmaydi. Favalli wajhaka shatral Masjidil Haram. İlgirki zamanlarda ayetning davomlashtiryapmiz. Yani sen o'zingni Masjidil Haramga qara degan mush iboratdan bir nuqta chiqadi yana. Masjidil Haram. İlgirki vaqtlarda ibadet xas o'rinlarda bo'ladi. Burun payg'ambarning zamonida maxsus o'rin belgilab, undan boshqa ibodat bo'lmaydi. Endi payg'ambar alayhisalom kelgandan tortib Alloh subhanahu va taolo zaminning hammasini bizga masjid qilib berdi. Masjid arabcha ma'nosini aytgan vaqtida sajda qiladigan o'rin degan bo'ladi. Hammalar bilamiz, sajda inson bilan Allohning o'rtasidagi aloqaning
en yüksek bir ifadesi. İnsan özünün bütün vücudunu Allah'a bağışlayan bir görünüş. Şu secde kıladigan orun, eğer məxsus ibadet üçün xas qılınğan orun olsa, biz bunu mescid deb ataymiz. Bu orunda ibadetin başka şey kılınmaydı. Bugün günümüzdeki mescid camiler şu. Ama o orun secde mi kılımız, başka iş mi kılımız? Mesela öylerimiz var, dükkanlarımız var, mekteplerimiz var. Bunda olup kalsa bu mescid emas. Bu secde kıladigan orun. Yani namaz kıladigan orun. Ama mescid deb atalmaydı. Emdi Kabe Allah'ın mescidi. Yani Allah'ın uyu. Bu Allah özü tanlagan Allah'ın uyu. Zimindeki bütün mescidler bendiler tanlagan Allah'ın uyu. Andagandan keyin Allah özü tanlagan Allah'ın uyu ise bendiler tanlagan Allah'ın uyunun kıblesi oldu. Yani kıblege hemmisi şu yoqqa qaraydigan, hemmisi şunuga yüzlanadigan, şunuga egishadigan bu kıble oldu. Bu kıble hukumumuz, bu hukum şu. Haythuma kuntum ayetki ve haythuma kuntum fevallu vujuhakum dedi. Ne dosanla sizler özüngla namazda yüzünglarni aldı tarafinglarni şu nimaki qaranglar qibla Mescid-i Haram tarafga qaratinglar dedi. Endi ayet tushgan vaqtida musulmonlar Bani Salimada Madinadagi bir mahalla, Bani Salimadagi bir masjidda edi. Masjidning o'zida musulmonlar darhol Mescid-i Haram tarafga Baytul Muqaddasdan qaradi. Endi bu yerda har xil ehtimollik bor. Kabe'ga qarash faqatla shu oyat tushgan molam shaq o'tkildi emasmi? Shu musulmonlarga xos o'xshaydi, mushu masjidlar xos o'xshaydi deydigan bir xil uqum bo'lib qolmaslik uchun oyatda takror ikki qatim keldi bu mazmun. Birinchi qatimda Rasulullohga xos shaklda favalli wajhaka shatral masjidil haram. Sen Beytullah tarafga, Mescid-i Haram tarafga namazlarında qara. Yakki şekilde ifadelegilik ayette. Kendin ütplam ve haysuma kuntum endi köplük şekilde. Hemmeylenge hitap kılıp sile nerede bolsanglar, a mescidde bulamsizlar, Bani Salime mescidde, yoki başka mescidde bulamsizlar, dünyanın nerede bolsanglar, favallu vujuhakum shatra. Özünglarning yüzünü aldı tarafinglarni namazda nega qaraysizlar? Mescid-i Haram tarafga qilinglar degan şekilde umumyüzlük bizga umumlashtiryapti. Shu vaqtdan tortib qibla Baytul Muqaddasdan Kabe'ga o'zgardi. Dunyoning qaysi tarafida olsun bir odam namoz o'qimoqchi bo'lsa, mayli masjid sog'an shaklda yoki uydagi xizmat o'rinlaridagi, maktablardagi namoz o'qiydigan o'rinlarda olsun, masjidga qarash shu vaqtdan tortib muqimlashib ketgan ahvol. Oyatning oxiriga kelsak, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Endi bu haqida biz ilgirki darsda deb o'tdik. Ahli kitoblar buni bir fursat deb bilib, mishada bir muncha shubhilarni, so'z cho'chaklarni taqatdi. Musulmonlarningki ruhini sundurmoqchi bo'lishdi, keyniga chikindirmoqchi bo'lishdi, ish qilib quldan keladigan barcha vositalarni ishlatib, bu bir fursat ularga nisbatan. Oyatda davotida kitob berilganlar amaliyotda buning Robbidan kelgan haqiqatligini, payg'ambar alayhisolamning haqiqiy payg'ambar ekanligini, oxirgi payg'ambar ekanligini bilatdi bular. Tavrat, Injilda so'zlangan sifatlarni bular bilatdi. Rasulullahning ikki qibla sahibi ekanligini bilatdi. Bular bilib turib qilayotgan ishi bu. Yani bildirayotgan inkosi bu. Agar payg'ambar alayhisalom Baytul Muqaddasning Kabe'ga qaramagan taqdirdimi? Yani ditdiki gibi chiqdi Tavrat, Injilda masalan. Bu payg'ambar ikki qibla egasi bo'ldi. Baytul Muqaddasdan Kabe'ga qaray deb aniq kitoblarda bor, uni ma qarmada emasmi deb ma gapni chiqardi. Bularning mijozi shu. Rasulullahning ikki qiblaga qaraydiganligi. Oldi bilan Baytul Muqaddasga, undan keyin Kabe'ga qaraydiganligi aniq bor bularning kitobida bilib turib, masalaga bu shaklda pozitsiya bo'ladi. Agar Rasululloh favqul adda aqibdan aqiblaga qaramagan bo'lsa, chiqdi bular. Mana bizning kitobimizda bu payg'ambar ikki qibla sohibi bo'lgan payg'ambardi. Bu payg'ambarning sifatlari aqibdan maqiblaga qana qildi, o'zgartirdi qiblani. O'zgartmadi.
bu haqiqiy payg'ambar emaskan deb chiqqan bo'ladi. Demak, bular bir narsani deb chiqdi ish qilib. Undisi undaydi, bundisi bundaydi. Bularning masalasi bu. Ya'ni bular uqmay qilib, bilmay qilib, ikkilinib qilib bo'layotgan ahvol emas. Biludi hamma, aniq biludi. Rasulullahning Rabbining tarafidan kelgan haq ekanligini biludi. Chunki Tavrotning o'zida mushkiladigan payg'ambar Baytul Muqaddasga qaraydi. Undan keyin Baytullohil Haromga qaraydi deb aniq babu. Ularning kitobida bor. Amaliyotda bu qitimliq Rasulullahninki Baytul Muqaddasning Ka'baga bir qitimliq o'zgarishimi ahli kitobga nisbatan payg'ambar alayhisolatu vasallamga iymon etishning yana bir sababi edi ularning. Chunki kitobda aniq bada bu. Bularga boshqalarni kushkurtib, gapsiz taqitib, so'zlik taqitish emas. Bular to'xtab turar, rost emasmi? Kitobda ikki qiblaga qaraydi degan, rost ikki qiblaga qaradi emasmi? Deb bir qitimliq o'zini yengilib olishning yoki bir qitimliq fursatda iymon etib olish fursati edi. وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah ular qilayotgan ishlardan g'ofil emas. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu yerda rasulini, mu'minlarni qana qilmoqchi, qanoat qildirmoqchi, ya'ni ko'ngliga taskin bermoqchi. Payg'ambar alayhisalom bilan mu'minlarning qalbini xotirjam qilmoqchi bu yerda. Endi Yahudlar uni bunda shak, shubhi, har xil so'zak taqat emasmi? Masalani musulmonlarga nisbatan xotirjam bo'ladi. Alloh ular qilayotgan ishdan nima emas, g'ofil emas. Sizlarni bu deb shakka tashlashlari hech ishni ilgari keyin qilolmaydi. Ish bo'ladigan ish bo'ladi. Ularning tutgan bu pozitsiyasi hech bir hujjat olanmaydi, hech nima hujjat olanmaydi. Chunki ular paket hujjat istamaydi ular. İmani dalil istamaydi ular. İstediğin nima desa, mush yo'lga qarshilik qilish, o'zini cho'ng tutish, mush yo'lga to'sqinlik qilish masalasi. Shunga uni izlaydi, u dalilni izlaydi, oxirida yana keyniga chekinadi. 145-oyatda oyatning oxirisi davom qilyapti. "Va la in ataytallazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak va ma anta bitabi'in qiblatahum va ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd va la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan la min az-zalimin." Amaliyotda qiblaga qarash bu bir dindagi iymoniy bir ko'rinish bu. Oyatda dediki, sen ahli kitobga bütün dalillarni akilib, buni qoyil qilgudek darajada so'zlasangmi, paket etasangmi, bu agashmaydi. Chunki qibla dinning ko'rinishi. No'g'an degan sen sening qiblangga agash. Sen sening qiblangga qara. Sen o'zingning diningga ishongan ekansan. Ular o'zining qiblasiga qarasin. Ular o'zining diniga qanaqa ekan, ishongan ekan. Shu oyatda va ma anta bitabiin qiblatam. Sen uning qiblasiga qaramasa ular. Amaliyot ulumi o'zaro bir-birisining qiblasiga qanaqa qilmaydi, qaramaydi. Sana aniq ma'lumot, haqiqiy jazmiyat, ilm kelib bo'lgandan keyin yana ularning xohishiga agatsang, vaqtsin zolim bo'lsa. Masala aydin masala. Ular agashmaydi, har qancha qilib ketsa sana agashmaydi. Sen uning qiblasiga qarab bergin, yana agashmaydi ular sana. Endi Qur'oni Karimda mushazirq oyatda, oyatning 5-i va la in deb keldi. Qarindoshlarimizga bir nuqtani alohida eskartib qo'yish to'g'ri keladi. Har qanday oyatda va la in mush 3 harf kelib qolsa va la in 3 harf kelib qolsa bu qasam bo'ladi. Mushtaga davomi Alloh bilan qasamki, vallohi degandek ma'nolarda keladi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ma ayettilam qasam qilib turib davatudu Peygamber aleyhisselam ahli kitobga bütün dalil pakni akagan taqdirdimi bular Rasulullahning epkelgan diniga imo etmaydi, Rasulullahning qiblasiga agashmaydi. Buni davatudu Allah qasam qilib. Nimishqa? Chunki buning maqsadi dalil emas. Odatda menda bo'ladi. Shu inson qalbida haqiqiy saf, xolis odam bo'lsa, musulmon bo'lmagan taqdirdimi? Ko'nglida Muşunun delilini tapalasa, qanaat qilalasa, iman etadigan bir holat bo'ladi uningda. Ammo Mavloning maqsadi bunda emas. Bular maddininki to'g'riligiga qanaat qilishni asla istamaydi bular. Agar delil yoki qanaat qilishni istasa, o'zining kitobida batdi. Bularning kitobi Payg'ambar alayhisalom haqida xabarni bergan, Rasulullohning oxirgi payg'ambar haqida xabarni bergan, sifatlarini qanaqa qilgan, bayon qilgan delil bor bularning qoshida.
Ammo bu masalaga qanday shaklda muomala qilyapti desa, aqlsizlarcha qarshi turish shaklda muomala qilyapti. Bu bularning nimasi? Ahvoli bu. Va ma anta bitabi'in qiblatahum. Yani oyat bir keldi va ma anta bayatdan saularning qiblasiga qarma deb tarjima qildik-ku buni. Yani qarmaysa, qarma degan ma'noda. Bu oyatdan chiqadigan ma'no, ya'ni saularning qiblasiga qarmaysiz degan ma'no endi qibla muqimlashdi. Qibla Kabe bo'ladi. Ikkinchi qatim yeni bir tarafga o'zgardi ish yo'q. Yani Baytul Muqaddasga qaytadan qaraydigan ish yo'q. Sen qaramaysan bu yerga deyapti. Ana Allah subhanahu va taolo mushahada bizga shuni deb beryapti mush oyat orqali. Iniq Yahud Nasaralar iniq boshqa tarafda. Uning sepi boshqa. Bizning sepimiz boshqa. Biz bilan uning o'tirisida hech munosabat bo'lmaydi. Ta qiyomatga qadar bu xil shakldagi yulnishdagi o'xshamaslik davom qiladi. Oyatda dediki: "Wa la in atayta allazina utul kitaba bi kulli aya" Bütün paktına kesangmi ma tabi'u qiblatak. Ular sening yo'lingga boqmaydi ular. Ular sening tarafingga qaramaydi ular. Sening yo'lingda mangmaydi ular. Va ma anta bitabi'in qiblatak. Qibla degan bir yo'lnish degan ma'no. Bu bir simvol, bir yo'lning simvoli bu. Buni bizning yo'limizda mangmaydi, biz buning yo'limizda mangmaymiz. Asla birlashamaymiz. Bu qiyomatga qadar mushtavladi. Çünkü Qur'onda işte dedi: "Va ma anta bitabi'in qiblatahum." Şuna dinlarni yaqinlashtirish, tushunish hosil qilish, o'rtaq nuqtalarda birga kelish bo'lmaydi bular bilan. Bizning ayrim din, ularning ayrim din, ularning qiblasi ayrim, bizning qiblimiz ayrim, bizning yo'lnishimiz ayrim, ularning yo'lnishi ayrim. Oyatning oxirisida oyatning 5: "Va la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm." Endi sen iniq nimaning nima ekanligini, ularning masalasining qanday ekanligini bilib bo'lgandan keyin, uning har qancha qilsangiz sizning bu yo'lga ergashmaydiganligini bilib bo'lgandan keyin, yana ularning xohishiga ergashib, ularga sal mayillish yoki ularning diginni qilib turish, o'zingning yo'lini chatnash. Bu ahvolga ko'rilsa, innaka laminas zolim. Vaqt sen zolim. O'zing qilgan bo'lsa, bu xitob Alloh subhanahu va taolo o'zining habibi Mustafa sallallohu alayhi vasallamga qilayotgan xitob. Halbuki Allah subhanahu wa taolo obdan biladi-ki, Rasulullah ularning xohishiga ergashmaydi. Anda olsa nima demakdir bu yerda? Biz demakdir. Rasulullah ergashmaydi ularning yo'liga tabii. Shunda olsa Allah Rasulullahga xitob qilib davatidi, bizga qaratyapti. Ya'ni biz undaq bundaq bahona sabablar bilan yoki bundaq yaxshi ballar bilan ularning yaxshi bir ko'nglimizda o'zimizning saddılıqımız yoki har xil bir sabablar yoki benim foyda manfaat bilan mushlar bilan bir yiqilishib qolsak, bir anglashib qolsak, bir tushunishib qolsak, masala hallamo. Ya bular bizni tushunib qolam, ya unda bo'lmaydi. Masala iniq, masala Qur'onda kesildi o masala. Endi mushu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga Rasulullahning shaxsiyatiga xitob qilib turib bizga da'vatida bu gapni. Yani ularning xohishiga mashta masala iniqlashib bo'lgandan keyin yana ergashsang, sizlar zolim deyotdi bizni. Endi ahli kitobning xohishi, havoyi havasi nima desa, ularning shaxsiyati bo'lsa, buni davatgan, kitaplarda o'zgartayotgan aslini ya Allah tushirdi degandek. Masalan biz deymiz Tavrat Allah tushirgan kitap. İncil Allah tushirgan kitap. Ammo bugungi kundagi Yahudlarning qo'lidagi Tavrat, bugungi kundagi Xristianlarning qo'lidagi İncil bularga naqayotgan o'zgartib o'tgan. Endi biz mushlarga mundaq bir shaklda, mundaq bir shaklda yag'lamachilik qilib, yiqilishib, voy sizning samaviy kitap, bizning samaviy kitap, voy sizmi degan, bizmi degandek ulardagi iniq xatoliklarga ko'z yumush yoki ular Allohning nomidan, dinning nomidan to'qiyotgan narsalarni dinga nisbat berish orqali ularning azobga ko'ngli xo'sh qildi degandek bir nuqtada bu yo'lni tutsak, biz ularning xohishiga qanaqagan bo'lamiz, ergashgan bo'lamiz tabii. Endi mushu oyatda Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammadiyani shu nuqtaga qartayotidu, shu nuqtaga askartayotidu. Ahli kitobning xohishiga ergashgan har qanday kishi
Ahli kitap o'zgartgan nuqtalarga har qanday agashgan kishi mayli uning iymon darajasi qanchalik bo'lib ketsin, uzolim bo'ladi. Allah subhanahu wa taala bu ahvolni o'zining rasulidan, habibidan qabul qilmagan yerda ummatning ichidagi bir shaxsdan qanday qabul qilsin? Sizlar bizni qanday qabul qilsin? Kim bo'lib ketdilar? Oxirgi g'oyamiz nima bo'lib ketsin? Alloh uni dushman dedi, uni dushman, uni bizning yo'limizga agashmaydi dedi, agashmaydi, masala kesildi. Buningga boshqacha yo'l tepish hech o'rni yo'q. Endi mushadiki oyatdagi xitob iymonning yuksak bir darajasini ifodalayotgan bir xitob bu. Mushunga tegish qilyotdi bu xitob. Əminiyətdə bu oyat oturuq qoyatqan nokta əqidenin həmini buzutduğan bir nokta. Yəni başqalarının xahişiga, qeyri-dinliklərinin xahişiga qandaq bir məqsəd olsa qana qilish, əgişiş. Allah subhanahu wa taala muş ayətdə bizə iniq qılıb dağıtıdı, bunun keçirimi yox. Bunun qubulu yox. Bu xil şəkildə yol tutqanlar əsla qubul qılınmaydı, əsla keçirim qılınmaydı. Hətta pərzən bir təqdir əməliyyat doğunda olmaydı. Resulullah qıpsağan təqdirdi mi? Qubul olmaydı. Əməliyyat Resulullah'dan da ahval yüz vermeydi ama qıpqağan təqdirdə qubul olmaydı. Əmdə biz şu noktadan şunu iniq bilişimiz gerek. İmanın qaysı səviyyəsi olub ketili biz? Meyli iman olub ketili, meyli bir cemaat oldu, bir dini rəhbər oldu, çoğ alim olub ketili, siyasi rəhbər olub ketili, kim olub ketili? İmanımız nereden nəğz olub ketsin, derecemiz nereden nəğz olub ketsin, bizden yuqarqı qılğanı ahval qabul qılınmaydı. Asla qabul qılınmaydı. Ümmeti Muhammediye, haqiqi ümmeti Muhammediye bunda işildən tamamen yıraq duruşu gerek. Dige oqum yuqarqı ayetdən tolaq çıxıdı. Ondan keyingi ayetga kelsek, yine ahli kitapның ahvalini içib bir vatıdı bizga. Hazırqı biz o'qigan ayetni içib bergan emasmi? Ahli kitap, haqiqi ahli kitaplar bildi meselenin nima ekanligini. Ama shunda olsun bularning pozitsiyasi yuqoridagidek bo'lyapti degan emasmi? Ayg'in aytyapmiz. Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kitob berilgan kishilar, ya'ni ahli kitoblar payg'ambar alayhisalomni bolalarini bilgandek biladi. Hatto unudumidek biladi. Odam eng tuniydigan narsa bolasi bo'ladi. Bolasini o'zi eng tuniydi inson. Resulullah'ni aşı derecede biladi bular. Resulullah'ның Resulullah ekanligini, mushu kitobda tilg'ilingan, Allah oxirgi zamonda avatadigan payg'ambarlarning oxirgi so'g'an payg'ambar ekanligini aşta derecede biladi bular. Allah subhanahu va taolo ma yuqorqi oyatda degan ular Resulullah'ni bolasini bilgandek biladi. Mishadiki qo'llangan ifodada ya'rifunahu deb almash qo'lliqni uni deb. Shu uni degani kimga qaratildi mush o'rinda desa, ya'ni qibla masalasini bilamdi yoki Rasulullahning masalasini bilamdi. Rasulullahning payg'ambar bo'lib o'tilishini, risolatini bular mushni inkor qilyapti-ku, mushni bilamdi. Allah subhanahu va taolo buni bizga Sur Baqaraning 89-oyatda içib birib da'vatudi. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Biz şu vaqt so'zlab o'tdik 89-oyatda. Yahudlar Madinlik arablarni, arab mushriklarga tahdid solatdi. Bir payg'ambar keldi. Bu payg'ambar kelgan vaqtda biz sizlarni ot Samud qavmini o'ltirgandek o'ltirmiz. Shu vaqt shu payg'ambar bilan billa hammani yo'qtirimiz g'o'ylada buni tahdid solatdi. Shu payg'ambarning gapini qilatdi arablarga. Endi shu payg'ambar kelgan vaqtida buni inkor qildi. Buni ma shaklda ma yuqorqi ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum ya'rifunahu hu almashning kimni ko'rsatayotganligini Allah subhanahu va taolo 89-oyatda bayon qildi. Ya'ni ahli kitoblar payg'ambarning risolatini, Rasulullahning payg'ambar bo'lib kelganligini biladi. Tavrat, Injillarda Rasulullahning haqiqiyligi bu bayon qilingan. Bulardan iymon etish talab qilingan. Bir qatim Kabul Ahbar Yahudilarningki ulamolardan birisi Umar ibn Xattob bilan billa o'ttiraqliq. Umar Asvodi Rasulullahni tunam tanlasizlar, bilam tanla degan vaqtda yani Resulullah'ның risaletini Kabul Ahbar dedi ki, "Voy balamni bilgandek bilaman, hatta balamdinmi bekroq bilaman degandan keyin atrofga so'radi, bu qanday gap, nima uchun?" dedi. Balamning endi ayolim menga xiyonat qilgan bo'lsa,
balam mening balam bo'lmay qilish ehtimoli eng az persentimi bor. Ammo Muhammad kelsak sallallohu alayhi vasallam buning sifatlari Tavratda inchki shaklda bayon qilingan, hech biz xatolashmaymiz o jihatda. Tavratda söylengen sifatlar bilan biz Rasulullohni to'liq tanıymiz. Aynı şu deb shuna guvohlik bergan o'zi. Demak, ahli kitob xulosalsak Payg'ambar alayhisolamni biladi, Rasulullohning zamonasini biladi, Rasululloh olib kelgan bu risolatni biladi. Ahli kitobdan musulmon bo'lganlar qanoat qilib musulmon bo'lag'liq, ammo musulmon bo'lmay Rasulullohga kafir bo'lganlar, Rasulullohni inkor qilganlar bilib turib bilginni yushaga odamni bu. Shunga oyatda Alloh subhanahu va taolo va inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ahli kitobdan bir bo'laklari bilib turib haqiqatni yushiradi bular. Bular biladi amaliyotda, ahli kitob biladi. Bir narsani yushadi degan vaqtimizda bu gapning hukumidan chiqadigan ma'no bu narsa asli oshkorlangan narsa, oshkorlashga tegishli narsa, yoki o'tirg'i chiqadigan narsa, ammo boshqalar uni yushirish uchun tirishdi. Demak, bular Rasulullohning agar yushamasa edi, Tavratdagi shu mazmunlar bilan Injillik mazmunlar asli o'tirg'i chiqdi, bularni o'tirdi. Ammo bular qanday qiladi? Yushirdi. Bular tirishib yushirdi, unga kuch sarf qiladi, uning uchun tirishdi bular yushirishga. Masalan, inchki masalalarda bir aniqlaydiganlar bor, masalalarni surishti qilib aniqlaydiganlar bor. Bular haqiqatni yushirishdan tusudi bular. Hammasi inchki qiladi. Kecha gündüz uxlamaydi, ba'zi masalalarni chiqlab, eng oxirida haqiqatni o'tirg'i chiqirdi. Bu yushamoqchi bo'lgan haqiqat. Endi Mavla oshkora, o'zligidan oshkora bo'lgan sifatlarda aniq so'zlangan, bayon qilingan payg'ambarni yushirish uchun shunchalik qanday qiladi, kuch ishlatadi bular. Nimishqa haqiqatni so'zlash hech kuchga ehtiyoj yo'q. Qanday qilsa bo'ladi? O'tirib aslan bo'ladi kitobni. Xalqning oldidan qo'ysa bo'ladi. Ammo bunda oshkoralanadigan, aniq oshkora bo'lgan haqiqatni yushirish an kuch talab qiladi, tirishchilik talab qiladi. Haqiqatni so'zlamaslik bir qiyin masala emas bilamiz. Aniq masalani yushirish qiyin masala. Alloh subhanahu va taolo bayatni o'qigan oyatimizda la yaktumunal haqqa va hum ya'lamun. Bu haqni yushirdi oxirsida bilmay emas. Va hum, ya'ni bilib turib yushirdi. Bular nodon emas bular, ammo haqiqatni biladi bular, ammo yushirdi. Endi bu haq Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan haq. Bular yushira olamdi, tabiiyki yushirmaydi. Chuqum oshkor bo'ladi. Endi bu yolg'onchilik taraf, batil atrofga tarab ketgan vaqtda bu bir badanga taqab ketgan kasalga o'xshaydi. Hamma odam kasalni yomon ko'radi. Kasalni yomon ko'radi. Kasal odamni qiynaydi bu. Bir narsa badanda bodek jafosalayotgandek bir narsa bo'ladi. Saqish, bunga davo bo'ladigan, shifo bo'ladigan sabablarga qanday qiladi? Yuzlanadi. Endi eng xatarli kasal degan nima desa, alimi yo'q kasal, ya'ni dadi yo'q, og'rish yo'q kasal. His qilolmaydigan, masalan, ba'zi kasallar ichimizda yamraydi, his qilolmaymiz. Zamoni o'tgandan keyin davolash prosta ketgandan keyin o'tirg'i chiqadi. Buningga o'xshaydi yana bu ahvollar. Haq doimo g'alaba qiladi. Shunga ishga haq o'tirda kurash olmaydi, ammo batil masalasiga kelsak, batilning o'tirida, batildan haqning o'tirida bu kurash bu shaklda bo'ladi. Odatda haq bir bo'ladi, batilning bo'ladi, ko'p bo'ladi. Batildan haqning o'tirdiki, bu kurashlar batilning tiz mag'lubidan oxirlashadi. Ammo uzunga suriladigan kurash ko'p hollarda batilning o'tirida bo'ladi. Shunga bugungi zamondagi kurashlarda bugungi zamondagi ebberlayotgan kurashlar uzun bo'lib hammadan charchavadi. Butun dunyo qanday qiladi? Charchavadi. Masalan, ikkinchi dunyo urushlari desak, masalan, hala uningki nurg'un ta'sirlari sizilgan xaritalar, bugungi davlatning xaritalari, chegaralari, so'q munosabatlar, urush deymiz, har xil kichik-cho'ng shuning dard talashmalari, oyamining temayasining hammasi tugamaklik bu. Payg'ambar alayhisalom bu haqda deydi, sizlarning biringlar uning o'y, fikr, xohish, hissiyotlaridan tortib hammasi
men ekegan bu dinga ergashmaguncha umumiy bo'lmaydi deydi Rasululloh. Deylemi buni Muslim Firdavsda chiqargan hadis. Demak, bir xulosalasak, haqiqat hamon o'tirg'i chiqadi. Haqiqatni yushirish, botillik insondagi bir kasalga o'xshaydi. Bu xil kasallar insonning normal sog'lomlik o'tirib doimo kurash bo'ladi. Haqiqat bilan botil o'tirib doimo kurash bo'ladi. Haqiqat cho'qim oshkor bo'ldi. Ya'ni yuqorqi oyatdagi mazmunlarga ko'ra uzluksiz bular haqiqatni yushirish uchun ajoyib tirishgan. Bu bularning qilgan kurashi. Ammo biz-chi haqiqatni o'tirg'a chiqishni qanday qilamiz? Tirishimiz. Al-haqqu min robbika fala takunanna minal mumtarin. Haq Alloh subhanahu va taolodan. Al-haqqu min robbika, haq Rabbing tarafidan. Fala takunanna minal mumtarin. Undo'g'andan sen bu haqda shak qilishlardan bo'lma. Endi bu haq Alloh subhanahu va taolodan bo'lsa, cho'qim g'alaba qiladi. G'alaba qilgan ekan bu haq hamon sen bu haqda shubha qilma. Ammo haqni g'alaba qilish uchun shu haqni qo'g'daydigan bir kuch-quvvat ketadi. Agar kuch-quvvat bo'lmaganida, yana shu haqiqatni qo'g'dash uchun kuch-quvvat bo'lmaganida, u haq yana g'alaba qilinmaydi. Ko'pincha vaqtda biz musulmonlar bugungi zamonda shu haqiqatni zoya qilyapmiz. Haqiqatni zoya qo'limizda haq bor. Ama zayi qilyapmiz. Haqni o'tirib chiqarmayapmiz. Buning asosiy sabablaridan birisi shu haq g'alaba qiladigan kuch-quvvatni biz hozirlanmayapmiz. Haqni shu kuch-quvvat bilan ta'minlayapmiz. Masala bu. Fala takunanna minal mumtarin. Sen bu haqda shak qilishlardan bo'lma. Shak qiluvchi, odatda shak degan gap davomli chiqyapti, chiqqan o'rinlarda biz tushuntiryapmiz. Shak asli bir ishda 50 da 50 qana qilish ikkilanish degan bo'ladi. Ikki ehtimol o'xshash. Mayak 50, mayak 50. Lekin bu haq Allah tarafından keldi. Bir yerde bunun karşı yeni bir ihtimallık yok. Yani 100% mi? Bunun yeni bir tarafı olmaydı. Yani وَلَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ degeni bu haqda sen şak qilma ama ayağa çıkmaz. Hiç ahmiyet olmagan münazirəyə kirmə deb Allah subhanahu wa ta'ala özün peyğəmbərə xitab qılıb davatıdı. Bugün dərsimiz vaqt münasibəti ilə müşahidə axırlaşdı. İnşallah dərsin axırını keyinki dərsdə davamlaşdırırıq. Və axiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin.